Vah, qarang, o'zbek tilining izohli lug'atida 80 mingdan ortiq so'z bor ekan. Eng asosiysi, bu so'zlarning ma'nosini biz bilamizmi yoki kundalik hayotimizda foydalanamizmi, yo'qmi? Ha, lotin yozuvidagi o'zbek tilining izohli lug'atida chindan ham 80 mingdan ortiq so'z bor va to'g'ri mavzuni ko'tardingiz. Biz bu so'zlardan qanchalik foydalanyapmiz va bu so'zlarni menimcha ayrimlarini bilmasak ham kerak. Madaniyat va ma'rifat telekanali bugun madaniy ma'rifiy yangiliklar dasturi yaxshi bir loyihaga qo'l urgan. Bu loyihada sizu biz aynan mana shu boy tilimizning qaysidir ma'noda o'ziga xos so'zlari bilan, ana shu so'zlarning mazmun mohiyati bilan tanishib boramiz. Sizga ham qiziq bo'lsa tomosha qilamiz, marhamat. O'zbek tili boy va xilma-xil. Unda biz eshitmagan, eshitsakda ma'nosini bilmagan bir qancha so'zlarimiz bor. Ulardan biri tamaddun so'zidir. Xo'sh, siz ushbu so'zning ma'nosini bilasizmi? Yurtdoshlarimizchi bilisharmikan? Biz yurtdoshlarimizdan tamaddun so'zining ma'nosini so'rashga kelganmiz. Bilmaganlarga esa mana shunday kartochkalar tarqatamiz. Bu yerda tamaddun so'zining aynan ma'nosi yozilgan. Qani bo'lmasa ket. Assalomu alaykum. Menga savol bermang. Tamaddun so'z ma'nosini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Bilasizmi? Unda mana bu sizga bu yerda tamaddun so'zining ma'nosi yozilgan, o'qib bilib olasiz degan umiddamiz. Tamaddun so'zining ma'nosini bilasizmi? Yo'q. Umuman bilmaysiz. Yo'q. Unda bu sizga tamaddun. Tamaddunmi? Ovqatlanishda. Tamaddun so'zining ma'nosini bilasizmi? Bilaman. Nima ma'nosi? Bilib, lekin aytmaydiganlar ham bor ekan. Bilmaysiz-a? Unda bu sizga bu yerda tamaddun so'zining asl ma'nosi yozilgan, o'qib bilib olasiz deb o'ylayman. Siz bilasizmi? Jamiyatning, bilaman. Jamiyatning Buni o'qib olib aytmaydi. Bo'g'irroq. Yo'q. Bilmaysiz-a? Unda bu sizga bu yerda tamaddun so'zi yozilgan va ma'nosini bilib olasiz deb o'ylayman. Rahmat. Tamaddun so'zining ma'nosini bilasizmi? Tamaddun yo'q. Bilmaysiz-a? Unda bu sizga hozir esimga. Lekin biladingiz-a? Unda bu sizga o'qib eslab olasiz. Bilmas ekanman. Unda bu sizga o'qib bilib olasiz. Farzandlaringizga ham o'qib berasiz degan umiddamiz. Rahmat. Yo'q. Bilmaysiz. Unda bu sizga yozilgan bu yerda to'liq o'qib bilib olasiz degan umiddamiz. Afsuski deyarli hech kim tamaddun so'zining asl ma'nosini bilishmas ekan. Mutaxassisga yuzlanamiz. Xo'sh, tamaddun so'zining asl ma'nosi nima? Tamaddun so'zi arab tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, tamaddun bu madaniyat, sivilizatsiya degan ma'nolarni ifodalaydi. Tamaddun jamiyatning rivojlanganlik darajasini ko'rsatuvchi texnika, fan, din va shu kabilarni o'z ichiga oluvchi tushuncha hisoblanadi. Keng ma'noda madaniyatlashgan jamiyatni ifodalaydigan so'z. Bu so'zlar ko'proq badiiy asarlarda, ilmiy manbalarda uchraydi. So'zlashuv uslubida bu so'zning o'rnida ko'proq sivilizatsiya, madaniyat so'zlari qo'llaniladi. So'zlashuv nutqida mavjud bo'lmaganligi uchun ham insonlarga erish tuyulishi mumkin, notanish tuyulishi mumkin, lekin bu ilmiy termin sifatida qo'llaniladi. O'sha ilmiy adabiyotlarda, badiiy asarlarda keng qo'llaniladigan so'z, tushuncha hisoblanadi. Tamaddun so'zining ma'nosi yozilgan qog'ozchalardan bizda atiga bir dona qoldi. Bu degani biz 30 dan ortiq insonga tamaddun so'zining ma'nosini ulashdik. Ulardan hech bo'lmaganda 4 yoki 5 tasi so'zning ma'nosini bilsa, bu bizning yutug'imiz.